qonni jonlantirib, qarishni kechiktiradi. Chilanning tarkibida temir moddasi mo'l. Uning eng chong iqtidori qonni jonlantirib, qon ishlab chiqarish bo'lib, qonning urg'ib turishi va metabolizmni ilgari surib, odamning yoshlik bahorini mangu saqlab, qarishni kechiktiradi. Badanni kuchlantirib, immunitetni kuchaytiradi. Chilan tarkibida oqsil, yog', vitamin A, vitamin B2, tiamin, karotin, nikotin kislotasi, vitamin C, kalsiy, glikoza, meva shakari, galaktoza, saxaroza qatorliq mo'l uzuqliq tarkiblar mo'l bo'lib, kasaldan yaralangandan keyin asliga kelishiga yordam berib, odam badanining immunitet kuchini oshiradi. Jigarni asrab, nervini tinchlantirib, besimni tuvallatadi. Chilan tarkibida flavon va glikozid A bo'lib, bu moddalarning tinchlantirish, uyqu keltirish va qon besimini tuvallatish roli bor. Buning ichida ayirib chiqilgan vitamin C, glikozid turidagilarning markaziy nervini tormozlash roli bor. Shunga chilanning nervini tinchlantirish roli bor. Uningdan boshqa chilan tarkibida yana ko'p miqdordagi 3 terpinliq birikmalar bo'lib, buning ichida qiyin kislotasi, dolana kislotasining rakka qarshi turish aktivligi borligi, go'sht o'smasini tizginlash roli borligi bayqalgan. Chilanni doim iste'mol qilganda oqqan hujayralarning hosil bo'lishini ilgari surib, qon zardobidagi o'tni tuvallatib, qon zardobidagi oq oqsilni yuqori ko'tarib, jigarni qo'g'daydi.